Assalomu alaykum, Tarix Zone kanalining muxlislari. Bugun biz sizlar bilan paraxodlar va uning asoschisi bo'lmish Robert Fulton haqida gaplashamiz. Demak, ketdik. Robert Fulton 1765-yil 14-noyabrda AQShning Pensilvaniya shtatida tug'ilgan. U amerikalik ixtirochi, muhandis va rassom bo'lib, paraxodni eksperimental bosqichdan tijorat muvaffaqiyatiga olib keldi. Shuningdek, u ichki suv yo'llari tizimini, shuningdek suvosti kemasi va bug'li harbiy kemani loyihalashtirdi. Robert Fulton oilasining sharoiti bilan dastlab rassomchilikda o'zini sinab ko'radi. Ammo keyinchalik uning qiziqishlari so'nib qolmadi. 1802-yilda Robert Fulton Livingston bilan Hudson daryosidan foydalanish uchun bug'li qayiq qurish bo'yicha shartnoma tuzdi. Keyingi 4 yil ichida Yevropada loyihalar yaratgandan so'ng Fulton 1806-yilda Nyu-Yorkka qaytib keldi. Robert Fultonning eng asosiy ishlari 1807-yildan keyin boshlandi. Robert Fulton birinchi marta Amerika bug'li qayig'i bo'lgan Clermontni kashf qildi. U Nyu-York shahridan Albaniya shahriga jo'nab ketib, dunyodagi birinchi tijorat bug'li qayiqi bo'lib tarixga kiradi. Kema Nyu-York shahridan Albaniya shahriga sayohat qilib, o'rtacha soatiga 5 mil tezlikda 32 soat davom etgan 150 milyalik sayohat amalga oshirgan. 4 yil o'tgach, Fulton va Livingston Nyu-Orleanni birlashtiradilar va Missisipi daryosining quyoqimi bo'ylab yo'lovchi va yuk kemasi sifatida foydalanishga topshiradilar. Ammo keyinchalik paraxodlar temir yo'llar bilan raqobatlasha olmay qoladi. Shunga qaramasdan, Robert Fultonning ixtirosi tarixda katta ahamiyatga ega bo'ldi. 1834-yillar oralig'ida Nyu-Orleanga paraxodlar kelishi har yili 20 tadan 1200 taga ko'payadi. Bu qayiqlar yo'lovchilarni, shuningdek paxta, shakar va boshqa yuklarni tashigan. Shunday qilib, Robert Fulton tarixda dastlabki zamonaviy ko'rinishdagi paraxodni ixtiro qilgan shaxs sifatida qoladi. Shunday qilib, do'stlar, paraxodlarning paydo bo'lishi shu tariqa amalga oshirilgan, ammo tarixiy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, dunyodagi birinchi paraxodning ixtiro qilinishi yana bir olim John Fitch nomi bilan bog'liq. Ammo biz Robert Fultonni nega aynan paraxod ixtirochisi sifatida bilamiz? Chunki aynan paraxodlarni hozirgi zamonaviy ko'rinishga keltirishiga aynan Robert Fulton sababchi bo'lgan. Bilamizki, paraxodlarning avlodlari keyinchalik dengizda ulkan kemalarga olib keladi. Ko'rinishga kelib qolgan. Ana endi bizning keyingi videomizda siz azizlar paraxodlarning hozirgi zamonaviy dunyodagi o'rni qanday shakllanganligi va ularning eng kattalari va zamonaviylarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Paraxodlarning keyingi avlodlari minglab insonlarni, bir necha o'nlab samolyotlarni sig'dira oladigan darajada katta hajmdagi dengiz kemalariga aylangan. Bizning Tarix Zone kanalimizdan uzoqlashmang aziz muxlislar. Keyingi videolarimizda albatta dunyodagi eng katta kemalar va ularning hajmlari qaysi davlatda yaratilgani haqida sizlar bilan albatta ko'rib chiqamiz. Tarix Zone kanalida qoling.